Mana yerda ko'rib turganlaringdek Code paneli bor, ya'ni koddan qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. O'sha kodda termini kirishlari mumkin. Privatno mana ehtiyotkorlik 100%. Navbatdagi xonadonimizga kelganmiz. Bugun xudo xolasa Aziz brendidan bitta ajoyib zamoyda o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa natijalari bilan oxirida sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xonadonlarga domofonni ham birinchi yangilik kelganda aynan shularni xonadonlarga qo'yib bergandek, zamoyda ham bugun originalini ushbu xonadonga qo'yamiz. Uyingiz yanada mustahkam va shunaqa chiroyli korpusdagi dizaynli shunaqa qulflar bilan qo'ymoqchi bo'lsangiz, ana shu do'konimizga aloqa chiqishingiz mumkin. Siz ham uyingizga shunaqa noodatiy dizayndagi eshik qo'ymoqchi bo'lsangiz, qo'shnilaringiz hammasi sizga qiziqadi-yu. Eshikni qarang, ruchkasini qarang, chiroyliligini. Ushbu mahsulotimiz Aziz brendidan DL50 FVS brendidagi mahsulotimiz bo'ladi. Shu mahsulotimizni xonadonimizga o'rnatganiga kelganmiz. Xudo xolasa sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqsanglar bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, soat millarimiz 22:30 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti va nihoyat biz ushbu qulfimizni qo'yib bo'ldik. Ko'rib turibsizlar qanchalik aqlli darajada ishlab qo'ygan. Ushbu qulfimiz ham ko'rib turibsizlar mana yerda Face ID orqali ulanadi. Ya'ni uyda egalariga Face ID ulab qo'ygan bo'lsa, ularni ko'rish bilan eshik avtomatik ochadi. Qo'shimchasiga atpechatkasi ham bor. Atpechatkaga ham uydagilarga atpechatkasini qo'yib qo'ysangiz, ovora bo'lib o'tirishlari shart emas yoki Face ID yoki atpechatkadan o'tishadi. Uchinchi yo'li ham bor. Uchinchi yo'li bo'lsa mana yerda ko'rib turganlaringdek Code paneli bor, ya'ni koddan qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. O'sha kodda termini kirishlari mumkin. Privatno mana ehtiyotkorlik 100%. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, har doimgidek Anas Vision do'konimizga aloqa chiqsalaring bo'laveradi. Borib abdushi qilib o'rnatib berib, sizlarga shunaqa xizmat qilishda davom etamiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqsalaring bo'laveradi. Xonazon aka, qiynalmaysizmi aka? Lekin bugun qiynaldi ancha. Ancha qiynadi, lekin xudo xolasa keyingilarida yanada tez qilishga harakat qilamiz. Barchalarni do'konimizda kutib qolamiz.